mana xolos bizda ikkinchi xil Cobalt ham bor ekan. Mana bu demak boya videoga olganim 165.200 ming so'mga, bunisi 156.100 ming so'mga. Bunda o'zgarishlarni ko'radigan bo'lgan bo'lsak, tashqaridan o'zgarishlari disklar o'sha oddiy faralarda, oldimizdan ko'rsatdim oddiy faralarda. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi o'sha eski Cobalt bilan bir xil. Sidinalar demak avtotikandan salon rangi o'sha eski rang. Xo'sh, bu yerda demak multirol mana shunaqa holatda. Bizda tablo o'zgargan, kichik analogli tablocha qo'shilgan, Apple CarPlay qo'shilgan. Bunday qilib yoqadigan bo'lsak, yonmadi ish qilib. Mana bu qism o'sha holatda, mana yondi. Tashqisiga chiqadigan bo'lsak, bundan iloji boricha tez olishga harakat qilaman. Bu yerda asosiy o'zgarish dvigatelda, dvigatel qismida Rams sistemasi joriy qilingan. O'zgarish mana bu yerda. ABS datchik qo'yilgan va bizda asosiy miya o'zgargan. Mana shunaqa holatda. Yoqdimi yo'qmi sizlarga? Kommentariyada fikrlarni kutib qolaman.